Odamlar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirmoqda. Makkani fath qilish g'azoti butparastlikka tal tugis xotimi berilgan eng oxirgi bir qitimliq hal qiluvchi jang bo'lgan edi. Arablar buning bilan haq-nohaqni ayirib oldi. Ko'ngil osmonlarini qoplab olgan shak-shubhi qora tumallari asta-asta yo'qoldi. Natijada ular islom diniga aqida bog'lashni tezlatdi. Amir ibn Salima mundaq deydi: Biz bir suv bo'yida tirikchilik qilatdik. Bizning yenimizdan karvonlar o'tsa, ulardan Makkaliklarning ahvoli qandoq va bu odamning, ya'ni Rasulullohning ahvoli qandoq deb so'raydik. Ular, "Elqi odam Alloh uni payg'ambar qilib avatganligini, uningga vahiylarni nozil qilganligini deb yuriydi" deydi. Men ularning naql qilganlarini yodlab olatdim. Go'yo Rasululloh menga o'z og'zi bilan aytib bergandek tuyulatdi. Arablar o'zlarining islomini Makkaning fathi bo'lishiga bog'lab turgan edi. Ular Muhammadni Makkaliklarga qo'yayli. Agar u Makkaliklar ustidan g'olib kelsa, rost payg'ambar bo'ladi deydi. U Makkani ishg'ol qilib edi, hamma xalq musulmon bo'lishga oldirdi. Mening otam va mening qavmimni oldirab musulmon bo'ldi. Otam Madinadan qaytib kelib edi, u Alloh bilan qasamki, men sizlarga haq payg'ambarning qishdan keldim. U paloni namozni paloni vaqtda o'qinglar va pustoni namozni pustoni vaqtda o'qinglar. Namoz vaqti kirsa, biringlar azon o'qisin, Qur'onni ko'proq bildiganlaringlar imom bo'lsin dedi degan. Bu hadis Makka fathisining jamiyat taraqqiyotiga, islom dinining shavkatining o'sishiga, eng muhimi arablarning qat'iy bir mavqega kelib, islom diniga aqida bog'lishiga qanchalik cho'nqur ta'sir ko'rsatganligini tushuntirib berdi. Makka fathisining bu ta'siri Tabuk g'azatidan keyin texmo ro'shan ham gavdalik ifodalandi. Biz mushu 2 yilda Madinaga uzilmay elchilar kelib ketib turganligini, kishilarning Allohning diniga to'p-to'p kirayotganligini ko'ramiz. Oddisi Makkani fath qilish g'azotida islom qo'shunining umumiy soni 10 ming kishi atrofida edi. Mushuninga to'liq bir yil bo'lmay turib, kelar yildagi Tabuk g'azotida musulmonlar qo'shunining umumiy soni birdilla 30 mingdan oshib ketdi. Orqadan Hajjatul Vidoda go'yo odam dengizi, ya'ni 144 mingdak odam Rasulullohning atrofida to'lqinlab eqib, talbiya, ya'ni labbayki aytib, takbir, tasbih va tamhid o'qib, yer jahonni larziga selayotganligini ko'ramiz. Elchilar o'maklari. Tarixchilar yozib qoldirgan elchilar o'maklarining qitim soni 70 dan oshadi. Bizga nisbatan uning tafsilotini egallashmi mumkin bo'lmaydi, ham uning tafsilotiga cho'nqurlab kirishning ortiqcha hojati yo'q. Biz bu yerda faqat tarixiy ahamiyati zo'r, ijtimoiy ta'siri kuchli bo'lgan bir qism elchilarni xulosalagan holda tilga ilib o'tamiz. Barliq qabilalar va oymoqlarning elchilari garchi Makka fathisidan keyin kelgan bo'lsa-mu, lekin qisman qabila xalqlarining elchilari Makka fathisidan ilgari kelganligi kitobxonlarning esida bo'lishi mumkin. 1. Abdulqays elchilari. Bu qabilaning elchilari 2 qatim kelgan. Birinchi qatim Hijrining 5-yili yoki uningdan sal oldinroq kelgan. Uning jarayoni mundaq. Abdulqays qabilasidan Munqiz ibn Habban ismli bir kishi Madinaga tijorat bilan kelib ketib turadi. U Rasululloh Madinaga qadam tashrif qilgandan keyinmi kelib turdi va islom dini bilan tunishib, uningga musharraf bo'ldi. Rasulullohning uning qavmiga yozgan xatini elib borgan edi, ular musulmon bo'ldi va harom oylarning birida 13 yoki 14 kishilik elchi tashkillab Madinaga avatdi. Bu qatim ular Rasulullohdan iymon, islom va yemak-ichmak to'g'risida savol so'radi. Ularning boshlig'i Ashaj Asri degan kishi haqida Rasululloh senda Alloh va Allohning payg'ambari yoqtiradigan 2 xislat bor ekan: muloyimlik va tamkinlik degan edi. Bu qabilaning 2-chi qatim elchi avatgan vaqti keyingi elchilar yili bo'lgan, ya'ni Hijrining 10-yili. Ularning bu qatim avatgan elchilarning soni 40 odam edi. Elchilar ichida Jarud ibn Alaul Abdi degan bir kishi bor bo'lib, u asli xristian diniga e'tiqod qiladi. U bu qatim iymon aytib, nihoyat ixlosman, yaxshi musulmonlardan bo'lib ketdi. 2. Davs elchilari. Bu qabilaning haqiqiy el bo'lib elchi avatgan vaqti Hijrining 7-yili yil 5-da Rasululloh Xaybardagi vaqtiga to'g'ri keldi. Kitobimizning 5-da biz shu qabilaning Tufayl ibn Amr Davsi degan bir kishining Rasululloh Makkadagi chig'ida musulmon bo'lganligini va uning musulmon bo'lganligi Makkada nurg'un g'avg'o paydo qilganligini so'zlab o'tgan edik. U shu chaqda o'z yurtiga qaytib, xalqini izchil islomga da'vat qilgan bo'lsa-mu, ular Tufaylning chaqirig'iga darhol ovoz qo'shmagan.
Shuning bilan Tufayl ulardan umidsizlanib, Rasulullohning qishiga kelib, Davus xalqiga duo qilishni o'tingan. Rasululloh: "Ey Alloh, Davus xalqiga hidoyat qilg'aysan" deb duo qilgan edi. Oradan bir necha yil o'tib, Davus xalqi to'liq musulmon bo'ldi. Tufayl o'z xalqidan 70 yoki 80 uylik odamni boshlab, Hijriyaning 7-yili bahorda Madinaga elchi bo'lib keldi. Ondan Rasulullohning Xaybar g'azotida chiqib ketganligini o'qib, Rasulullohning keynidan Xaybarga chiqib, u yerda Rasululloh bilan uchrashdi. 3. Farva ibn Amri al-Juzami elchilari. Farva degan bu kishi Shamning Ma'an degan yeridan bo'lib, Rum qo'shuni ichidagi birdan-bir arab qo'mondoni edi. Qo'shimcha Rum ishg'oliyatidagi arab zamoniga qo'rchoq bosh ma'mur edi. U oldingi qatim musulmonlarning Hijriyaning 8-yildagi Mu'ta urushida ko'rsatgan ajoyib qahramonliklari va o'limdan qo'rqmas jasoratini o'z ko'zi bilan ko'rib, qattiq ta'sirlangan va musulmon bo'lgan edi. U Rasulullohga o'zining musulmon bo'lganligini yetkazishga bir elchilar o'mik tashkillab Madinaga yo'l qildi. U elchilardan bir dona oq xechirni Rasulullohga alohida sovg'a qilib avatgan edi. Rum doirlari uning musulmon bo'lganligini uqqandan keyin uni tutqun qilib hibsiga oldi. Ondan uni Falastinga yolab opirib, uning oldiga bu yo'ldan yenib murtad bo'lib xizmat ko'rsatishni yoki o'limni tanlash ixtiyorligida qo'ydi. Bu chaqda u hech ikkilanmasdan o'limni tanlagan bo'lg'achqa, ular uni Afra daryosi bo'yiga olib chiqib, darga esib o'ldirdi. Ondan pastga tushirib, qilich bilan beshini oldi. 4. Sada elchilari. Bu elchilar o'miki Hijriyaning 8-yili Rasululloh Ji'irrona urushidan qaytib kelgandan keyinla Madinada paydo bo'ldi. Voqeaning jarayoni mundoq edi. Rasululloh Ji'irronadan qaytish oldida musulmonlardan 400 kishilik bir qo'shin tashkillab, Yaman tavalligiga tegish qilishga avatgan edi. Buning ichida Sada degan joy bor edi. Qo'shin otlanib, shu tarafdagi bir kanalning beshiga kelib tushib, u yerga baza ta'sis qilib turganda, shu qabilaning boshlig'i Zayd ibn Haris Sadai buningdan xabar tepib, kechalab yo'l yurib Rasulullohning qishiga keldi. Va Rasulullohga: "Men sana o'z xalqimga vakolatan elchi bo'lib keldim. Qo'shinni qaytarib kelsang, men xalqimga vakolatan sana el bo'lishga kepil bo'lsam" deb va'da berdi. Shuning bilan Rasululloh qo'shinni shu yerda qaytishga buyruq qilib, odam avatdi. Zayd ibn Haris Sadai mu qaytib, xalqini Rasulullohga el bo'lishga aytdi. Natijada Rasululloh Ji'irronidan qaytib kelgandan keyinla shu qabiladan 15 odam tashkillanib kelib, Rasulullohga islomga kirishga bayat berdi. Ondan qaytib, hammasi o'z xalqini islomga da'vat qilishdi. Buning turtkisida ularning ichida musulmon bo'lganlar tez ko'payib, keyingi yildagi Hajjatul Vidoda ulardan 100 hoji Makkaga kelib, Rasululloh bilan haj farzini ado qilishga qatnashdi. 5. Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Salmaning el bo'lib kelishi. Ka'b ibn Zuhayr adib va shoir oilasida dunyoga kelgan bo'lib, arab shoirlari ichida eng yetishgan qobil shoir edi. U Rasulullohni hajvi qiladigan she'r qo'shoqlarni ko'p to'qigan. Hijriyaning 8-yili Rasululloh Taif g'azatidan qaytganda, Ka'bning qarindishi Bujayr ibn Zuhayr uningga xat yozib, Rasulullohning bu qatim Makkada ilgari keyin bo'lib uningga azor bergan va ajiv she'r to'qib elni qaymoqtirgan bir qism kishilarga o'lim jazosi berganligini, bir qism Quraysh shoirlarining qochib ketganligini xabar qildi. U xatida: "Agar to'g'ri topsang, darhol kelib Rasulullohdan afu so'rag'in. U gunohin to'nigan odamni ayibga buyurmaydi. Navoda buni qilmasang, joningni joylig'in, ahvol xatarlik" degan edi. Shuningdan keyin ikki qarindosh orasida xili ko'p xat aloqa almashtirishlar bo'ldi. Ka'bga bu keng jahon parg'anchi tor to'yilayotdi. Qandaqdir bir qor ko'langa uning jinini elish ko'ydi bo'layotgandek vahimaga solatdi. Shuning bilan Ka'b bir kuni xufiyon holda Madinaga keldi va Juhayna qabilasidan bir kishining uyiga tushdi. Ertasi uning bilan bomdod namozini birga o'qidi. Namozdan keyin Juhaynilik halqi kishi Ka'bga Rasulullohni ko'rsatib qo'ydi. Shuning bilan u o'rnidan turdi-da, Rasulullohning oldiga kelib o'ltirdi va uning qo'lini ching tutib turib: "Ey Rasululloh, Ka'b ibn Zuhayr tavba qilib musulmon bo'lib, sendan amonlik tilab kelgan ekan. Agar men uni boshlab kelsam, uni kechirarsammi?" dedi. Rasululloh Ka'bni tonimaydi. Shunga u: "Ha, albatta" deb javob berdi. Ka'b: "Undaq bo'lsa, Ka'b ibn Zuhayr men bo'lman. Meni afu qilsala" degan edi. Ansorlardan bir kishi o'rnidan turib, uning beshini elishga ruxsat so'radi. Rasululloh uningga: "Turib turgan. U o'tmishiga pushaymon qilib ketdi" dedi.
Bu chaqda Ka'b o'zining Judoliq nomli mashhur she'rini o'qidi. Bu she'rning tunji misrasi mundaq boshlandi. Suat yardan ayrilib qalbim bugun jarohat. Xaruzarman ishqida parvonaman harorat. Suat Arab xalq orasiga keng tarqalgan bir ma'shuqning nomi. Ka'b ibn Zuhayr she'rining davomida Rasulullohga nomaqul bo'lganligini ifodalab mundaq deydi. Uqsam menga Rasululloh qat'iy o'lim buyuribdi. Ümidim zo'r apudin qilar menga inoyat. Tutmang meni aldirab chiqimchilar paylidan. Gunohim yo'q ancha ko'p bo'lganga shikoyat. Qiling ta'xir Rasululloh Qur'on sizga iltifot. Vaz nasihat unda bor musulmonga hidoyat. Ko'rdim ham angladim shu kam turgan joyda, gar tursa unda bu quvvat pil ko'rsatib jasorat. Titrab ketar jaqildab jon makonidan ayminib, faqat olsa payg'ambar uni qo'ldab himoyat. O'ng qo'limni qo'ydim men bay'at uchun alguva, va'da vafo mardman gapim gaptur inovat. Rasululloh oldida ketdi meni sur besib, so'zlab etib titrayman javobgarman jinoyat. Go'yo xavfi yo'lbosning menga tushdi dashtida, yoki yalmavuz qo'li qamal soldi bat hayvat. Ka'b yana Rasulullohni madihlab mundaq dedi. Rasululloh tulun ay nur chaqnatar yaltirab, o'tkir shamshar yovg'a u yog'durar talofat. Ka'b yana muhojirlarni madhiyligach ansorlarga til uzatdi. Chunki yilqi kuni bir ansori uni o'ltirishni ruxsat so'ragan. Ammo muhojirlardan g'ayri fikr chiqmagan edi. Shunga u salmoq qadam mang'arlar janggohga u kirganda qora tambal yov qilich ursi tegmas karomat deb yozgan. Ka'b musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lgandimi nihoyat taqvodor yaxshi musulmonlardan bo'lib ketdi. Keyingi kunlarda u ansorlarni madhiyalab ash'or yozib ilgiki xatoliqidan afu so'radi. U mundaq dedi. Kim desa men shod yashay bu jahon keng qo'ynida, u cho'qim kirsin hamon to'pqa ansori bo'lib. Miras qolgan yaxshilik ularga ajdod qonidan, yaxshilarning yaxshisi keldi ansori bo'lib. 6. Bani Uzza elchilari. Mazkur elchilar umiki Hijriyaning 9-yili safar eydi kelgan bo'lib, ular 12 odam edi. Ularning ichida Hamza ibn Nu'man ismli bir kishi bo'lib, u elchilarga vakolatan biz Bani Uzza xalqi Qusayning ona taraf taqillarimiz. Qusay Rasulullohning 6-cho'ng buvisi. Qusayga yordam berib va uni qo'llab Xuzoa va Bani Bakri qabilalarini Makkadan qovlab chiqarishga tayanchi bo'lganmiz. Bizning ajdoddan avlodga urug' tuqqanchiligimiz va ko'ni qarobatimiz bor dedi. Rasululloh ularga qizg'in muomalada bo'ldi va ularga Shamni cho'qim fath qiladiganligiga va'da berdi. Oxirida ularni Rambal, Palchi, Chirog'chi, daxillardan ish so'rashdan va but haykallarga atab qurbonlik qilishdan hazar aylashni topildi. Elchilar iymon aytib, islom qoidalarini o'rganib qaytishdi. 7. Balli elchilari. Balli elchilari Hijriyaning 9-yili Rabiul Avvalda kelib musulmon bo'lgan va Madinada 3 kun turib musulmondarchilikda zarur bo'lgan masalalarni so'rab o'rganib olgan. Ularning boshlig'i Abu Zabib ziyofatda savob bormi deb so'ragan edi. Rasululloh albatta savob bor. Sen mayli boy, mayli namrat har qanday odamga xayr ihsoning sadiqi bo'ladi dedi. U Rasulullohdan ziyofat vaqti qanchalik bo'ladi deb so'ragan edi. Rasululloh 3 kun deb javob berdi. U ezib kelib qolgan qo'yni nima qilg'uluq deb so'rab edi. Rasululloh u sening yoki sening qarindishingning va yoki bo'ri yirtqushning dedi. U yana o'gining ozg'an tozg'anlari uchun deb so'radi. Rasululloh uning bilan sening nima koring? Uning bilan ishing bo'lmasin, toki uni o'z egiz tepib olsin dedi. 8. Saqif elchilari. Saqif elchilari Hijriyaning 9-yili Ramazon oyida Rasululloh Tabuk g'azatidan qaytib kelgandan keyinla yetib kelgan. Ularning musulmon bo'lish jarayoni to'limi agir to'qay bo'lgan. Musulmonlar Taif g'azatidan qaytib Madinaga yo'lga chiqish oldida turganda, ularning boshlig'i Urva ibn Mas'ud Saqafi Rasulullohning oldiga kelib musulmon bo'ldi va Taifga qaytib ularni musulmon bo'lishga da'vat qildi. U xalqlarim menga itoat qiladi va menga ergishidi deb o'ylagan edi. Chunki u Saqif xalqi ichida birdan-bir hurmatga sazovor mashhur shaxs edi. Barcha xalq uni o'z farzandidan bakrak so'yatdi va himoya qiladi. U bu qatim Saqif xalqini islomga chaqirdi. Ular Urvaga ma'qul bo'lish u yoqda tursin, balki uningga qarshi chiqib, har tarafdan o'q yog'dirib, uni o'ltirib qo'yishdi. Oradan bir necha oy o'tib ketdi. Ular yana sarosimaga tushdi
va atrofdagi musulmon bo'lib Rasulullohga al bo'lgan barcha arablar bilan qarshilashib o'tolmaydiganligiga ko'z yetib, bir odamni Rasulullohga elchilikka avatmoqchi bo'ldi. Ular Abdiya Layl ibn Amrini tanladi va uningga bu taklifni berdi. Abdiya Layl ibn Amri unimadi. U bu vazifani o'rinlab kelsa, Urviga o'xshash qismatga mubtalo bo'lib qolishidan ansirdi va mundoq dedi: "Men bu vazifani ado qila olmayman. Biroq bir qancha odam bilan borsak mayli." Shuning bilan ular Abdiya Layl ibn Amriga ittifoqdosh qabilalardan 2 kishini, Bani Malik qabilasidan 3 kishini qatib, 6 kishilik bir o'mak tashkilladi. Ularning ichidagi Osman ibn Abil As Saqafi elchilar ichidagi yeshi eng kichik elchi edi. Elchilar Madinaga yetib kelibdi. Rasululloh ularga Qur'on anglasin va kishilarning namoz o'qig'inini ko'rsin uchun masjidning bir chetidan alohida bir chetir tayyorlab berdi. Ular Rasululloh bilan atigan oqshomda uchrashib turdi. Rasululloh ular bilan har qatim uchrashsa, ularni musulmon bo'lishga da'vat qiladi. Oxiri ularning boshlig'i Rasulullohdan Madina taraf bilan Saqif o'rtasida bir parcha hujjat to'xtatishni, hujjatga Saqif xalqi uchun zinoxo'rlikqa, aroqkashlikka va jazonixo'rlikqa yo'l qo'yishni, lat butini chiqavatmaslik, ulardan namozni kechirim qilish va kichik xususiy butlarni o'zlarini chaqqini solmaslik, ondan ular el bo'lish qatorliq mazmunlarni kirgizishni shart qildi. Rasululloh bu shartlarning birini qabul qilmaydiganligini aytgan edi. Ular yana chetirlarga kirib maslahatlashdi va o'zaro g'ulg'uli qilishdi. Oxiri ular Rasulullohga taslim bo'lmoqdan boshqa chiqish yo'li yo'qligini his qilishib, o'zlarining musulmon bo'lganliklarini bildirishdi. Faqat lat butini Rasululloh o'zi odam avatib chaqtirvasa, fikrining yo'qligini. Ammo Saqif xalqi bu butni o'z qo'llari bilan chaqmaydiganligini shart qildi. Rasululloh ularning bu shartiga qo'shildi va ularga bir parcha maktub yozib berdi va ularga Osman ibn Abul As Saqafini amr qilib tayinladi. Sababi u elchilar orasidagi islomiy bilimlarni egallashga, Qur'on o'qishga va din o'rganishga eng qiziqadigan kishi edi. Elchilar har kuni atigan Rasululloh bilan uchrashish uchun uni yotqida qoldirib chiqib ketsa, u bu chaqda masjiddagi ilmiy suhbatga ishtirok qiladi. Elchilar qaytib kelib, tushlikka uxlab qolishsa, u Rasulullohning qishig'i berib, uningdan Qur'on o'qishni o'rgatdi va diniy ahkomlarni so'raydi. Rasululloh uxlab qolgan bo'lsa, Abu Bakrni izlaydi. Osman ibn Abul As keyingi murtadlar zamonida o'z xalqi uchun eng barakatlik, to'pisi eng zo'r kishi bo'lib qoldi. Ayni chaqda Saqif xalqimi buzilib, murtad bo'lmoqchi bo'lganda, u nasihat qilib, "Sizlar hammadan keyin musulmon bo'lib, hammadan burun murtad bo'lmanglar", dedi. Natijada ular islomda ching turib, murtad bo'lmadi. Elchilar Taifga qaytib borgandan keyin haqiqiy ahvolni yushirib, Taif xalqiga urush xavfi borligini aytdi va o'zlarimi intayin bearomlik va qayg'u-hasrat izhor qilishdi. Rasululloh ulardan islomdan boshqasini qabul qilmaydiganligini, zinoxo'rlik, aroqkashlik va jazonixo'rlikdan qat'iy qo'l uzishni talab qilganligini, bo'lmasa qo'shin tortib kelib urushmoqchi bo'layotganligini aytishdi. Buni anglab, xalqning jaholiyatchi mug'ambarlik tutib, 2-3 kundak urush tayyorligida aldirash o'tdi. 4-kuni kelganda Alloh ularning qalbiga qo'rqinch soldi chig'i, ular qayta yig'ilib, elqi elchilarga Madinaga qaytib Muhammadning talabiga ko'nadiganligimizni uqtirsang deyishdi. Ish mushu yerga yetganda elchilar haqiqiy ahvolni oshkorladi va Rasululloh bilan tuzgan kelishimning mazmunini uqtirdi. Shuning bilan xalq tamoman musulmon bo'ldi. Ozg'inidan keyin Rasululloh Xolid ibn Valid boshchiligida bir qancha odamni lat butini chiqib avatgan edi. Ular yetib kelib, butni chiqish oldida Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu hamrohlarga "Men sizlarni bir kuldirib qo'yay", dedi-da, qo'liga bolqini elib, butqa qattiq birni urdi, ondan o'zini tashlab tepchaklashga boshladi. Shuning bilan qarab turgan Taif aholisi churuqlashib ketdi va "Alloh Mughiraga la'nat qilsin, uningga lat taqsirat qildi", deyishdi. Bu chaqda Mughira sakrab o'rnidan turib, "Eg'izingni yumish, ey qag'ush takkurlar. Bu degan eski tuski tom tikan va loyxishlar xolos", dedi-da, butxonaning darvozasiga urib, uni o'rvatdi. Va shu peti yomishib, but haykilning ustiga chiqdi. Boshqalarmi chiqishdi. Buning bilan ular lat butini guldiriltib chiqib, uni yer bilan tang tuzlatdi. Hatto butxonaning ulini ko'lab, u yerdagi zibu-zinnat, kiyim-kechaklarni chiqarib oldi. Taqif qabilasi qo'llarini tishlashib, hayron qilishdi. Xolidning odamlari qizvilingan narsalarni elib, Madinaga qaytib ketdi. Rasululloh u narsalarni shu kunli qo'shin orasida taqsim qilib berdi
va Allohning o'z payg'ambariga nusrat ato qilganligiga va o'z dinini g'olib qilganligiga hamdu sano o'qidi. 9. Yaman podshoh jamoatining maktub avatishi. Rasululloh Tabukdan qaytib kelgandan keyin Yaman Himyar podshoh jamoatining el bo'lish maktubnomasini topshirib oldi. Maktubga imzo qo'yganlardan Nuaym ibn Abdul Kulal, Nu'man ibn Qil Zirain, Hamdan va muafirlar bor edi. Ular bu xatni elchi Malik ibn Murra Ravahidin avatdi. Ular xatida o'zlarining musulmon bo'lganligini, shirik aqida va mushriklardan ado-judo bo'lganligini yozgan. Rasulullohmu ularga bir parcha maktub yozib avatdi. Maktubda u mu'min musulmonlarning huquq majburiyatini va zimmiylarning o'z majburiyatini ado qilsalar, ular Alloh va Allohning payg'ambarining himoyasida bo'lganligini bayon qildi. Zimmiylar musulmonlar davlat tavalligidagi boy topshirish badaliga hayotlik va mol-mulk bexatarlik ehtinomasi tuzishgan g'ayri musulmonlarni ko'rsatdi. Rasululloh yana sahobalardan bir bo'lik kishilarni ularga din o'rgatishga avatdi. Ularga Muaz ibn Jabalni bosh qilib tayinladi. 10. Hamdan elchilari. Hamdan elchilari Hijriyaning 9-yili Tabuk g'azatidan keyin kelgan. Rasululloh ularga bir parcha maktub yozib berdi. Maktubda ularning yo'lsiz talablarini qat'iy chekdigan edi va ularga Malik ibn Namanni amir qilib tayinladi. U shular ichidagi musulmon bo'lganlarga mas'ul bo'lgan edi. Qolganlarga Xolid ibn Validni islomga da'vat qilishga avatdi. Xolid u yerda 6 oy turib, ularga da'vat elib borgan bo'lsa-mu, ularda hech qanday ilgirlash bo'lmadi. Shunga Rasululloh Hamdonga Ali ibn Abu Talibni avatib, uningga Xolidni qaytarib etishni buyurdi. Ali u yerga berib, ularga Rasulullohning xatini o'qib berdi va ularni musulmon bo'lishga chaqirib edi. Ularning ko'p sondagilari musulmon bo'ldi. Shuning bilan Ali Rasulullohga xat yozib, ularning musulmon bo'lganligini xabar qildi. Rasululloh xatning mazmunidan voqif bo'lib, sajdaga bosh qo'ydi va bir hazodan keyin beshini ko'tarib, Hamdonga Alloh rahmat qilsin dedi. Bani Fazara elchilari. Bani Fazara elchilari Hijriyaning 9-yili Rasululloh Tabukdan qaytib kelgandan keyin yetib kelgan. Bu umakda 10 necha odam bor bo'lib, ular o'zlarining musulmon ekanligini bildirgan va Rasulullohga yurt makonlarining qurg'oqchilik va qahatchilikda ekanligini shikoyat qilishgan. Shunga Rasululloh munbarga chiqib duoga qo'l ko'tardi va Allohdan suv talab qilib: "Ey Alloh, xalqlaringni sug'argin, chorva tuyoqlaringni sug'argin, rahmatingni chashqin, chanqigan o'lik zaminlaringni rahmat yomg'irlaring bilan tirildirgin. Ey Alloh, bizni totliq, rohatlik, aram baxsh etadigan, hammani sug'uradigan, jonga asqatadigan, kechikmaydigan, manfaati mo'l, ziyon solmaydigan yomg'ir bilan sug'argin. Ey Alloh, rahmat yomg'iri bilan sug'argin, azob yomg'iri bilan sug'armag'in, vayronchilikdan, kelkun paydo qilishdan va latqa besib ketishdan saqlag'in. Ey Alloh, bizga yomg'ir yog'dirib bergin va bizni dushman ustidan g'olib qilgin", deb duo qildi. 12. Najron elchilari. Najron Makkaning janubidan 7 kunlik keladigan cho'ng shahar bo'lib, 72 yeza kenti bor edi. Otliq bir kunda aylanib bo'lg'ili bo'ladi. 100 ming kishilik muntazam qo'shini bor edi. Aholisining mutlaq ko'p qismi xristian diniga e'tiqod qiladi. Najronning elchilari mo Hijriyaning 9-yili kelgan. Elchilar 60 tak odamdan tarkib topgan bo'lib, ularning ichida 24 kishi ashraf akobirlardan edi. 3 kishi Najronning eng oliy rahbarlari edi. Ularning biri Aqib, davlatning ma'mur ishlari va hukumat ishlariga mas'ul bo'lib, uning ismi Abdul Masih edi. Aqib ayni chog'dagi davlat apparati vazifa mansab nomi. Ikkinchisi Sayyid, ya'ni bosh xo'jador. Davlatning madaniyat ishlari va siyosiy ishlariga mas'ul bo'lib, uning ismi Ayham edi. Yana bir so'zda Shurahbil edi deyilgan. Uchinchisi Asqaf, davlatning diniy ishlari va ideyaviy xizmatga rahbarlik qilish ishlari mushu kishiga markazlashgan bo'lib, uning ismi Abu Haris ibn Alqama deb ataladi. Elchilar Madinaga kelib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashdi va o'zaro savol-javob tashlashib, fikr almashtirdi. Payg'ambar alayhisalom ularni islomga da'vat qildi va Qur'on o'qib berdi. Ammo ular bu taklifni qabul qilmay, Rasulullohning Isa alayhisalom qarta nima deydiganligini so'radi. Rasululloh ularning bu savoliga shu kuni javob bermay keyniga surdi. Oxir uningga Isa haqida bu so'z shubhisizki Allohning nazarida Isaning misoli u otasiz yaratilganlikdan
Odamning, ya'ni Odam alayhisalomning misoliga o'xshaydi. Odamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-da, u vujudga keldi. İsa'nın işi Adem'nin işidən əcəblinərlik emas. İsa haqqında bu söz Allah tərəfindən nazil bolğan həqiqətdir. Sən şək qılğıçlardan bolmağın. Sən İsa toğırlıq həqiqi məlumatqa ega bolğanыңdan keyin kimlər ki sən bilən münazirləşsə, sən onlarga kelinglar. Oğullarımızı və oğullarınlarını, ayallarımızı və ayallarınlarını, özlərimizni və özlərinlarını yığıb Allah'ның lənəti yalğançılarga bolsun deb Allah'a yalvarıb dua qılaylı degin. Sura Ali İmran 59-cı ayətdən 60-cı ayətgacha degan ayət nazil qılındı. Ertəsi ətigan Rasulullah elçiler bilan görüşüb, yuqorqi ayət kərimenin ruhi boyunca İsa alayhissalom haqqidagi o'zining ko'z qarashini o'ttirib qo'ydi va ularni obdan o'ylanib kelishga qo'yibdi. Elçiler yanına o'z gapida cho'ngtirib olib, Rasulullohning İsa alayhissalom haqida aytganlarga qanoat qilg'us kelmadi. Uning ertasi saharda ular yanıla ya Rasulullahning İsa alayhissalom haqida aytganlariga qanoat qilmay, ya islomni qabul qilishga maslahat pishmay, o'rinlardan turib kelishibdi. Rasululloh ularni la'nat aytishga chaqirdi va Hasan bilan Husaynlarni bir parcha raxtga yo'gab elib keldi. Qizi Fatima Rasulullohning keyindan kelib o'tdi. Elchilar Rasulullohning qat'iy niyatini ko'rib, birdam ayrim suhbatlashdi va Aqib Said va Asqaf qatorliq oliy rahbarlar mundaq qarashga kelishdi. Uning bilan la'nat aytishga bo'lmaydi. U agar rost payg'ambar bo'lib, biz la'nat aytsak, biz va bizning xalqimiz abadiy nijot topolmaymiz. Bizning zaminimizdagi odamlar va hayvonlar hammasi qolmay halok bo'ladi. Oxiri ularning fikri Rasulullohning bir nima deb hukm chiqarishiga tayin topdi va Rasulullohning qishig'i kelib, biz sening qandoq talabing bo'lsa o'rindaydigan bo'ldik deyishdi. Shunga Rasululloh ulardan boj elishni qabul ko'rdi va ular bilan har yili 2000 qo'r kiyim, har bir qo'r kiyim bilan bir o'qiya oltin qo'shib topshirishga kelishim tuzdi. Buning badaliga ular diniy e'tiqod jihatdan to'liq erkin bo'ladigan bo'ldi. Rasululloh ularga bu kelishimnomani alohida yozdirib berdi. Elchilar Rasulullohdan mazkur xarajatni topshirib olishga ishonchli bir odamni avatishni talab qilgan edi. Rasululloh ularga mushu ummatning ishonchli odami Abu Ubayda ibn Jarrohni avatdi. Shuningdan boshlab Najronda islom dini tarqalishga boshladi. Aytishlariga qaraganda Said va Aqib qatorliq oliy rahbarlarmo Najronga qaytgandan keyin musulmon bo'lgan. Keyinroq Rasululloh ularga Alini Najronning zakot va xarajatlarini yig'ib kelishga avatgan. Hammaga ayonki, o'shri zakot deganlar musulmonlardan elinadigan seliqdir. 13. Bani Hanifa elchilari. Bu qabilaning elchilarimi Hijriyaning 9-yili kelgan. Elchilar 17 kishidan tarkib topgan bo'lib, ularning ichida Kazzob Musaylima bor edi. Uning asli ismi Musaylima ibn Sumama ibn Habib ibn Haris. Ular ansorlardan bir kishining uyiga tushib, ondan Rasululloh bilan uchrashib musulmon bo'lishdi. Ammo Kazzob Musaylima haqidagi rivoyatlar o'xshash emas. Bu vaqtdagi rivoyatlarning har qaysi taraflariga cho'nqur nazar solganimizda, Kazzob Musaylima boshdan musulmon bo'lishdan bosh tortib, huquq mansab tamasida bo'yin to'lg'ab yurgan, hatto Rasululloh bilan uchrashdimmi, o'zini qochirib, o'mak a'zolari bilan suhbatga qatnashmoqda. Payg'ambar alayhisalom avval uni chiroyli so'z va illiq muomala bilan qo'lga keltirishga tirishgan. Ammo uningga yaxshilik yarashmaydiganda qilg'achqa Rasululloh uning yomon niyatining borligini bilmagan. Payg'ambar alayhisalom shuningdan bir qancha kun ilgari bir tush ko'rgan. U tushida butun yer zaminning xazina boyliqlari berilgan va qo'liga 2 dona oltin uzuk paydo bo'lib qolgan. Bu 2 uzuk Rasulullohga qattiq ig'ir kelgan va uni g'am bosgan. Shu on Rasulullohga vahiy qilinib, uni po'lagan deyilgan. Rasululloh uni po'laganda uzuklar orqa-orqadan uchib yo'qolgan. Rasululloh tushidagi bu 2 uzukni uningdan keyin bosh ko'tarib chiqilgan 2 kazzobga ta'bir aytgan edi. Xo'sh, Musaylima kazzob ana shundoq bo'yin to'lg'agandan keyin Rasululloh alohida uni izlab keldi. Musaylima Rasulullohga agar sen olamdan o'tgandan keyingi ma'murlik huquqini menga iltifot qilsang, ondan senga ergashaman degan edi. U qo'lida bir putoq xurma shexini ko'tarib olgan edi. Rasululloh bilan billa Rasulullohning notiqi Sobit ibn Qays ibn Shimas bor edi. Ular Musaylima va uning odamlari bilan uchrashdi. Rasululloh Musaylimaga o'zi bevosita gap qildi.
Musaylima uningga: "Agar xohlasang, biz sening ishlaringga aralashmasak, sen olamdan o'tgandan keyin huquq va hokimiyatni bizga tavsiya qilsang, ondan biz sana ergashsak", dedi. Rasululloh uningga keskin radiya berib: "Agar sen mendan mushu bir tal shoxni so'rasangmi, hargiz bermayman. Sen haddingdan oshmag'in. Navoda haqdan yuz o'riydigan bo'lsang, Alloh seni cho'qim halok qiladi. Qasam qila olaymanki, tushimda ko'rsatilgan halqi kazzob sen ekansan." Mavu Sabit ibn Qays sana javob bersin. "Mening sana so'zlab o'ltiradigan vaqtim yo'q", deb qo'yib o'rilgincha ketib qoldi. Oxiri ish Rasululloh o'ylagan yerdan chiqdi. Musaylima Yamamaga qaytgandan keyin uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxiri u o'zining Rasululloh bilan tang darajalik payg'ambar bo'lganlik da'vosini ko'tarib chiqdi va "Menmu payg'ambar" deb davrang soldi. U qo'shoq va qofiyalarni to'qib, Qur'onning o'rniga dastatmoqchi bo'ldi. Yamama xalqi uchun aroq va zina fohishlarini yo'lga qo'ydi. Shuning bilan birga u yana Rasulullohning payg'ambarligini e'tirof qildi. U Muhammad rost payg'ambardir deydi. Uning xalqi uning yolg'on yovdoq so'zlariga aldanib ketdi. Uning usuliga topchilib, uning kayniga kirib ketdi. Musaylimaning ishi kun sayin zo'raydi. Hatto uning obro'yi eshib, u Yamama shafqatchisi deb ataldi. U texmo haddidan eshib Rasulullohga xat yozdi. U xatida: "Men payg'ambarlikda sana sherik qilindim. Yerim huquq bizning, yerim huquq Qurayshlarning bo'lsin", dedi. Rasululloh uningga: "Zamin Allohning zamini. Alloh uni xohlagan kishiga iltifot qiladi. Oqibat taqvodorlarga mansub", deb radiya berdi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: Musaylimaning ikki elchisi Ibn Navo va Ibn As-Sallar Rasulullohning qishig'iga kelibdi. Rasululloh ulardan: "Sizlar ikkinglar mening Allohning payg'ambari ekanligimga guvohlik beramsizlar?" deb so'radi. Ular: "Biz Musaylima Allohning payg'ambari deb guvohlik beramiz" degan edi. Rasululloh g'azablanib: "Allohga iymon keltirdim. Allohning payg'ambariga iymon keltirdim. Agar men elchini o'ltirar bo'lsam, cho'qim ikkinglarni o'ltirib o'tgan bo'lardim", dedi. Musaylima payg'ambarlik da'vosi qilib chiqqan vaqt Hijriyaning 10-yili edi. U Abu Bakr xalifaligining 1-yili, ya'ni Hijriyaning 12-yili Rabiul Avvalda Yamama urushida o'ltirildi. Uni Hamza radhiyallohu anhuning qotili Vahshi ibn Harb o'ltirgan edi. Ammo yana bir payg'ambarlik da'vosi qilguvchi Aswad al-Anasi degan kishi edi. U Yamanda bosh ko'tardi. Uni Fayruz degan kishi Rasulullohning vafotidan bir kun ilgari o'ltirgan edi. Rasululloh vahiy orqali bu xabarni musulmonlarga uqtirgan. Ammo Yamandan bu xabarni elib kelgan elchi Rasulullohni dafn qilib bo'lgandan keyin kelgachga Abu Bakrga doklad qilishga to'g'ri keldi. 14. Bani Amir ibn Sa'sa'a elchilari. Bani Amir elchilari ichida Allohning dushmani Amir ibn Tufayl, Arbat ibn Qays, Xolid ibn Ja'far va Jabbor ibn Aslamlar bor edi. Ular shu qabilaning boshliq katavashlari va o't quyruq shaytonlari bo'lib, ularning Amir ibn Tufayl degan badbaxt Bi'r Manua fojiasining planlovchisi edi. Bu umak Madinaga qadam bosish oldida Amir bilan Arbat yana suiqasd planlab Rasulullohni to'ydirmay o'ltirib o'tmoqchi bo'ldi. Elchilar kelib Rasululloh bilan ko'rishdi. Amir Rasulullohni gapga selib gal qilmoqchi bo'ldi. Shu on Arbat Rasulullohning kayniga o'tib, shart qilib qilichini bir g'arich sug'argan edi. Alloh uning qo'lini harakatdan to'xtatdi. Uning qilichini g'ilipiga kirgizib yetishga mador yetmadi. Alloh o'z payg'ambarini ana shundoq muhofazat qilgan edi. Rasululloh bu ikkisiga duo qildi. Ular qaytgandan keyin Alloh Arbatga bir chaqmoq avatib, uning tugisi bilan qo'shib ko'ydirib o'tdi. Amir Madinada Salul jamoatidan bir ayolning uyiga tushgan edi. U yerda uning gajgisiga bir xil bez paydo bo'lib, shuning bilan o'ldi. U to'ga kesiliga o'xshash bez tushib, Salulining uyida o'lgidakman deydi. Sahihul Buxoriyda Amir payg'ambar alayhisolamning yoniga kelib, "Men seni 3 xil yo'lning birini tanlashga ixtiyor qo'yman. Biri yezi qishloq sahrolar sang bo'lsin. Shahar kentlar menga bo'lsin. Yana biri men sen olamdan o'tgandan keyin sening xalifang bo'lay. Uchinchisi men senga G'atbandan 2000 otliq bilan hujum qilaman", degan. U qaytish yo'lida bir xotinning uyida kasal tekkan. U "Menga to'ga kesiliga o'xshash kasal tegibdi. Mushunda xotinning uyida o'lib ketarmanmi? Menga etimni to'qib beringlar", degan. Etiga minib ayol o'tmayla jon uzgan. 15. Najib elchilari. Najib elchilar umiki 13 odamdan tarkib topgan bo'lib, ular mollarining zakatidan namratlarga berib, oshqinini billa elib kelgan edi.
Bu öməkning boshqalarga o'xshamaydigan yeri shuki, ular kelgan peti Qur'on o'rganishga kirishib ketgan. Ular Rasulullohdan nurg'un narsalarni so'radi. Rasululloh ularning so'ragan savollariga yozma javobnoma bitib berdi. Elchilar uzoq turmay qaytmoqchi bo'lib, Rasululloh ularga yo'lliq tutib, uzitib qo'ydi. Ular yataqlarga berib, ular qoldirib kelgan bir yigitni avatdi. Yigit kelib, "Ey Rasululloh, Alloh bilan qasam, mening shuncha yiroq yerdan jafo chekib kelishimdagi sabab sen Allohdan tilab bersang, Alloh mening gunohimni kechirsa, menga shafqat qilsa va mening qalbimni boy qilsa", dedi. Rasululloh uningga duo qildi. Shuning bilan u eng qanoatchan odam bo'ldi. Keyingi murtadlik avj olgan kunlarda u islomda ching turdi va o'z qavmiga nasihat qilib, ularmo islomda mustahkam bo'ldi. Hech qaysisi og'madi. Bu o'mak keyingi yili vidolish hajida Rasululloh bilan yana bir qatim uchrashgan edi. 16. Tay elchilari. Mazkur elchilar ichida Zaydul Xayl degan kishimi bor edi. Ular Rasululloh bilan uchrashib suhbatlashdi. Rasululloh ularni musulmon bo'lishga dalolat qilib edi, ular musulmon bo'ldi. Ularning musulmondorchiligimi yaxshi bo'lib ketdi. Mana mushundaq qilib, Hijriyaning 9 va 10 yillari har qaysi qabila va podshohliklarning elchi va umaklari Madinaga uzilmay kelib, itoat bo'yinlarini aydi. Tarixchilar yana bu elchilar ichida Yaman elchilarini Fuzoa qabilasidan Azdi, Bani Sa'ad va Huzaym aymoqlarining elchilarini Bani Amir ibn Qays, Bani Asad, Bahro, Xavlon, Muharib, Bani Haris ibn Ka'ab, G'omid, Bani Muntafiq, Silaman, Bani Abbas, Muzayna, Murad, Zubayda, Kinda, Zimurra, Ghassan, Bani Aysh va Naxa'a qabilalarining elchilarini tilga oldi. Naxa'a qabilasining elchilari eng oxirda kelgan elchilar bo'lib, Hijriyaning 11-yili Muharramning o'ttirida kelgan. Ularning soni 200 kishi edi. Mazkur elchilarning mutlaq ko'p qismi Hijriyaning 9 va 10 yillari kelgan. Az bir qismila Hijriyaning 11-yiligacha kechikkan. Xo'sh, mana bu elchi avatib el bo'lish to'lqinning yuqori ko'tarilganligi islom davlatining butun arab yarim orlida va uning atrofidagi kishilarning keng olqishiga va qabul qilishiga muyassar bo'lganligini va islom hukmronlik nupuz doirasining zo'r darajada kengayganligini ko'rsatdi. Butun arablar uzundan beri Madinaga qarta kuzatish va ahvolga qarab ish ko'rish pozitsiyasini tutgan edi. Oxiri ular Madina oldida el bo'lmoqdan boshqa yo'l yo'q ekanligini tonib ketdi. Demak, Madina endi butun arab yarim orlining diniy va siyosiy poytaxtiga aylandi. Buningga ko'z yumg'ili bo'lmaydi. Biroq biz islom dini butun orol xalqining hammasining qalbidan cho'nqur o'rin oldi, ularni musulmon bo'lib ketdi deya olmaymiz. Chunki qabila cho'nglariga tabiiylik munosabati bilan og'zaki musulmon bo'lib qo'ygan, ammo ko'ngli ko'ksi texicha qaroqchilik va bulongchilikdan umidni uzalmagan islom ta'limotlarimi ularning qalbini tamoman yo'rtib ketolmagan bir bo'lik qarqo'saq badaviylar bor edi. Qur'oni Karim ularning bir qismini mundaq aybladi. Arablarning kufri va munofiqligi texmi ziyodadir. Alloh payg'ambarga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Alloh maxluqotning ahvolini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Arablardan ba'zilari Alloh yo'lida bergan narsalarni jarimani hisoblaydi. Sizlarning hodisiga uchrashinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchrasin. Alloh ularning so'zlarini anglab turguchi, ishlarini bilib turguchidir. Sura Tavba 97-98 oyatlar. Qur'oni Karim yana ularning ba'zilariga apirin o'qidi. Arablarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etdi. Alloh yo'lida bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali Rasululloh Allohga bo'lgan yaqinchilikka erishadi. Alloh ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Alloh haqiqatan mu'min bandalarga nihoyat mag'firat qilguchidir, ularga to'limi mehribondir. Sura Tavba 99-oyat. Makka, Madina, Saqif, Yaman va Bahraynlardagi shahar aholilari orasida islom dini albatta kuchaygan va ulardan katta sahobalar va musulmon arboblar yetishib chiqqan. Da'vatning unumi va uning ijtimoiy ta'siri. Rasulullohning oxir hayotini ko'zdan kechirishga tutish qilishdan avval biz uning hayotining xulosa samarasi bo'lgan va uni jami payg'ambarlardan ustun qilgan, hatto afzal qilgan,
oxiri jami insonlarning sarvari degan tojga musharraf qilgan uning ulug'vor ish izlari, harakat va faoliyatlarga bir qo'r nazar solib o'tishimizga to'g'ri keladi. Payg'ambar alayhisalomga Alloh tarafidan: "Ey kiyimga yo'ginib olg'uchi payg'ambar, kechining ozg'insidan boshqasida, yerimidan yoki yerimidinmi ozroqida yoki yerimidan ko'pragida namoz o'qig'in." Sura Muzammil 1-2 oyatning bir qismi. Va ey vahiy nozil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkinib olg'uchi payg'ambar, tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Sura Mudassir 1-2 oyatlar deb buyruq qilingan edi. Shuningdan e'tiboran u zimmasidagi buyuk omonat barliq insoniyatga mas'ul bo'lishdan va har qaysi maydonlardagi kurashni ustiga elib 23 yildan ko'proq vaqt ardim taldim demay izchil davomlashdi. Qisqasi, u jaholiyat o'y-xiyollari, shahvoniyat arqon kishanlari bilan chambarchas bog'lanib ketgan, yer shari tortish kuchi ta'siriga eg'ir yo'liqqan, jaholiyatchi tasavvurga g'arq bo'lib ketgan va g'aflat uyqusida ingrayotgan insoniyat ideologiya sohasidagi eng keskin, eng ig'ir va eng dahshatli kurash vazifasini ustiga elib, sobit, barqadam bilan mustahkam turdi. Hatto bir chaqda qisman sahobalarning ideyasi ozod bo'lib, jaholiyatchi tasavvurdan va ayni chaqdagi botil hayot yo'linishidan ozdir ko'pdir qutulgandek bo'lib edi, boshqa sohalarda yana boshqacha kurashlar boshlandi. Mundaqcha qilib aytganda, Allohning diniga va mu'minlarga qarshi uyushgan va bu yangi yumron ko'chatlarni o'sib yiltiz tortqicha, qanot quyruqlarini kerib, atrofiga soya tashlagudek bo'lguncha uni bir holatida yo'qotishni maqsad qilgan ichki urushlar, ya'ni munofiqlarning ig'vogarchilik urushi boshlandi. Arab yarim oroli tavasidagi urushlar oyoqlashmay turibla, Rum doiralari bu yangi davlatga qarshi ig'vogarchilik urushi qo'zg'adi va uning shimoliy qismiga tajovuzchilik qo'lini sundi. Mushu jarayonda u heliqi birinchi darajalik kurashni, ya'ni ideologiya kurashini hargiz to'xtatib qo'ymadi. U kurash hayot mamotliq kurashi bo'lib, uningga dushman tarafdan shayton mal'un rahbarlik qildi. U insoniyat qalbining cho'nqur qatlamida ideyaviy ig'vogarchilik harakatini izchil davomlashtirib bu tarafdan Allohning da'vatiga va da'vat maydonlarining har qaysi nuqtalarida yuz bergan urushlarga Muhammad sallallohu alayhi va sallam qo'mondonlik qildi. Uning turmushi, mol dunyo uningga yuzlangan turug'liq, g'o'rigil va qisinchilikda o'tdi. Uning atrofiga uyushgan mu'min musulmonlar aminlik va rohat his qilishdi. Uning hayoti davomli jafo mushaqqat bilan o'tgan bo'lsa-mu, u buning hammasiga chiroyliqcha sabr qildi. Kechalari qiyomda turib namoz o'qidi. Parvardigorining ibodati uchun e'tikofga kirdi. Qur'on tilovat qildi va takrorladi. Allohning talabiga loyiq qulchilik, bandichilik burchini ado qildi. Rasululloh mana mushundaq 20 yildan ko'proq davom qilgan mangulik urush o't ichida yashadi. U bu jarayonda bir ishni deb yana bir ishga sal qaramadi. Uchinchi ishni deb to'rtinchi bir ishni tashlab qo'ymadi. Oxiri islom davlati keng ko'lamda odamning aqlini hayron qoldirgudek unumlarga erishdi. Mana endi butun Arab yarim oroli islom hukmronligiga bo'ysunib, jaholiyat chang-tuzallari Aral osmonidan yo'qolishga boshladi. Ideyaviy kasallar saqiyib, bu haykallar cheqib tashlandi. Hatto uni mushriklar o'z qo'llari bilan chaqatdi. Tavhid, ya'ni Alloh ulug'dir degan sadolar osmon falak yangradi. Iymon islom yangi hayotiy kuch ato qilgan bu qumbarxonlar orasida 5 vaqt namozga to'langan azon ovozlari ko'kni yangratdi. Qori Qur'on tilovatchilari Qur'onni ta'lim elish va Allohning ahkomlarini amaliylashtirish uchun taraf-taraflarga yurib ketishdi. Keng omma va chechelang'u qabila jamoatlar birlashdi. Odamga cho'qinishdan Allohga bandichilik qilishga qutuldi. Endi bu yerda yuqori tabiqa, tuvan tabaqadagilar, quldorlar va qullar, hukmronlar va mahkumlar, zolimlar va yoki zulmga uchrag'uvchilar deydigan tabiqa ayirmachiligi qolmadi. Odamlarning hammasi Allohning bandisi, suyumlik qon qarindoshlar. Ular Allohning shariati oldida barobar degan qarash tiklandi. Alloh ulardan jaholiyat davrining tarafbozlik ideyasini, mug'ambarlik bo'yintovliqlarini va ota ajdodlar bilan faxrlanadigan nachar qo'yni ketkizdi. Endi arab bilan g'ayri arab, oq tanlik bilan qora tanlik orasidagi yuqori tuvanlikni o'lchaydigan birdan-bir o'lcham taqvolik bo'lib qoldi. Odamlarning hammasi Odam otaning bolalari. Odam ota tuproqdan yaratilgan degan qarash o'rtaq tunishga aylandi. Bu da'vatning natijasida arab birligi, insoniyat birligi,
ijtimoiy adolat va insonlarning dunyo oxiratlik baxt saodati haqiqiy ravishda ishga oshdi. Buning bilan davr o'zgardi. Jahon o'ngshaldi. Tarix betiga yep-yangi sahifa ochildi. Aql farosat yuksaldi. Vaholanki, buningdan ilgari dunyoga jaholiyat ruhi hukmronlik qiladi. Kishilarning ideyasi buzuq, ruhi chirigan, insoniy qadr-qimmat va mizonlar daxliga uchirgan. Zulm, sitam, ezish va izlishlar ustunlikni egallab ketgan edi. Ayni chog'da chekidan oshgan rohatparastlik, yuqori moddiy iste'mol insoniyatning birdan-bir g'oyasi edi. Bor bo'lgan ilohiy dinlarmo asl mohiyatini yo'qotgan va chiriklashgan bo'lib, e'tiqodchilarning ideyasiga rahbarlik qilgudek roli qolmagan edi. Qisqasi, bu dinlar hayotiy kuchi va yoki ruhiy ta'sir qolmagan quruq murosimga aylanib qolgan edi. Islom davlati kishilik hayotda o'zining rolini haqiqiy ravishda joriy qildirib, insoniyatni ruhiy jihatdagi quruq vahima, xurofotlik, ruhiy qulluq, mahkumlik, fasodxo'rlik, ma'naviy axloqiy buzilish va tushkunlashish qatorliqlardan xalos qildi. Jamiyat zulm-sitam, chechilonqulik va ishonchsizlikdan, tabiiy ayrimchiligi va hukmronlarning mustabidligidan, chiroqchi rambollar va aldamchi makkarlarning dastidan xoli bo'ldi. Bu da'vat insonlar dunyosini ijtimoiy adl-adolat, siyosiy barobarlik o'rnatilgan, ilm ma'rifat gullangan, insoniy muhabbat kuchaygan, Alloh ko'rsatgan hayotiy yo'li va qimmat qarashlar insonlarning nafsi aqli xohishlaridan g'olib kelib, ularning fikr harakatiga haqiqiy turda yetakchilik qilgan, jinoyat manbalari etilgan, qisqasi insonlar dunyosida Allohning saltanati hukm surgan illiq, odil dunyo qilib qurib chiqmoqchi bo'ldi. Mana bu burilish orqali Arab yarim orli olam bino bo'lgandan buyon ko'rilib boqmagan ajoyib yuksalishlarga erishdi. Tarixda misli ko'rilmagan oltin davrga qadam qo'ydi. Ushbu yo'lda qani aqan tuproqlarga jafo chekkan bu din uchun Rasululloh